Ha. Mana oshnalar bilan dam olishga chiqqanmiz. Mana. Aha. Mehmet Kavul bir Arapçasıga teylaqani. Beka o'tsine beka. Oyunlar açlık değilsler. 6'da sınıfdosh ne çıkkanmiz. Dam olish maqsadida. Ob-havo ham yağmur yog'ib turibdi. Mana shu do'stlar mana bu 3ta. Mana bu chap tomonda Abdulla oshna, o'rtada O'ral oshna. Mana bu yigit Bahodir oshna. Suratga oladigan Eshboy oshna. Mana yotgan inson Mehmet Kavul Toshniyazov deyiladi. Yoshlikda eslab bir olayin, nima o'tir? Baho, nima o'tir olayin, nima? Mana do'stlar bilan o'tgan davrlarda, hayotlarda hamma narsani o'zining davri bo'lar ekan. Alloh taolo kim qancha yashashini, qanday kun ko'rishini belgilab berar ekan. O'shandan foydalangan holda necha yil umrimiz bor, o'sha vaqtni zoya ketmasligi uchun o'tirib oddiy, ichkiliksiz, boshqasiz o'zimiz 6 sinfdosh chiqqanmiz yaylovga. Mana hamma tomon ko'm-ko'k. Bahor oylari mana shunday. Yoshlik o'zgacha baribir. Hozir hammamiz 55 ga kiryapmiz. Nasib bo'lsa, buni hammasi men ham shu qatorda bir oydan keyin 55 ni to'ldirib 56 ketamiz. Umrni bunday aytganda cho'qqisiga chiqib yenganimizga 10 yil bo'libdi. Qayergacha yenamiz, uni Alloh biladi, Alloh belgilab beradi. Shuning uchun qadrdonlar, do'stlar, bir-birlaringizga g'animatsizlar. Hamisha bir-birlaringizni qo'llab, mehr-oqibat uzilmasin. Oshna-og'aynichilik. Maqsad bir 50 gram, 100 gram aroq yemay ichish emas. Maqsad o'tirib 4 ta, 5 ta gurum qilib og'aynilar bilan